Voy, opa. Rustamjon jiyaningiz uyg'onganda shunda kashasini berib qarab turing, iltimos. Men bo'yog'imni tayyorlab turgandim. Sochimni bo'yab chiqay. Iya. Menga qarang. Odam degan shunchalik ham befarosat bo'ladimi? Ha shu o'g'lingiz uxlaganda hamma ishlaringizni saramjon sarishta qilib qilsangiz bo'lmaydimi? Kelganimdan beri menga ish buyurasiz. Anavi kir mashinaga solgan kirishchi ko'pligidan bu yoqqa chiqib ketay deyapti. Opa, bitta bolani qarab turing deganimga shuncha gapmi? Ha, yordam bersiz beribsiz. Begona emas, o'zingiz o'yingiz-ku. Iya. Yo'q, menga qaray, shaltoq. Nima? Hozir bolangni olamanda qarab turaman. Sen hamma yo'ni chinni chiroq qilib chiqasan, tushundingmi? Undan keyin anavi hovliga ilib qo'ygan ichki kiyimlaringni-chi, uy ichiga ilgin. Befarosat, sharmanda. Bo'ldi, gapingiz tugadimi? O'zi-chi menga doktor. Oyog'ingizni ko'proq tepaga qaratib yoting degan. Bolam past ekan. Угрожающий. Siz bilan gap talashib o'tirgandan ko'ra kirib yota qolaman. Oyi, buni fe'liga qanday qilib chidayapsizlar? Nimaga haydab bormaysiz? Odam ham shunchalik dangasa bo'ladimi? Bilasizmi, kecha qo'shnilarni ko'rganimda nima dedi? Yo'q. Bu keliningiz uydagi hamma gapni qo'shnilarga olib chiqarkan. Uyalib ketdim, bilasizmi?